ularni bilimlarini oshirishlari uchun alohida ta'lim dasturi ishlab chiqib, xabaringlar bor, administratsiya tomonidan ta'lim dasturiga binoan barcha hududlarga chiqib, ularni o'qitish yo'nalishlari joriy qilina boshladi. Bu yo'nalishlar orqali jahon arenasiga chiqishni oldimizga vazifa qilib qo'yapti yurtboshimiz. Viloyat hokimi ham xohlayapti. Andijondagi jurnalistlarimiz xalqaro darajada faoliyat yurishlarini va xalqaro darajada biz olib borayotgan ishlarimizni targ'ibotlarni qilish bilan birgalikda u yerdagi tajribalarni almashtirib, xalqimizga yetkazish, jurnalistlar orqali yetkazish vazifasi yuklatilmoqda. Bir narsani tushuntirib aytmoqchiman sizlarga. Har qanday jurnalist ijodkorni arenaga, maydonga olib chiqib beruvchi bu tasvirchi bo'ladi. Shu tasvirchilarimizda ham faoliyatlarini to'xtalib o'tdiki, har bir tasvirchini faoliyatini jadallashtirish uchun u tasvirchini foto muxbir bo'ladimi, video muxbir bo'ladimi, montajda turadigan mutaxassis bo'ladimi, har bittasini qayta o'qitish, ularni o'zlashtirish, ularni faoliyatini rivojlantirish, ularni texnik vositalarini yangilash bo'yicha 2026-yil to'liq dasturida yakunlash vazifasini menga yukladi. Har bittalar bilan bu ishlarimiz oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz juda ham yuqori. Yurtboshimiz soat soniyalar sayin tezlashib ketayotgan jamiyat ko'rib turibsizlar, bizga ilgari bo'layotgan. Birgina narsani aytaman. Kechagi kun bo'lib o'tgan tadbirlar jarayonida yurtboshimizni vakillari kelishganda, administratsiya rahbari kelgan. Birgina taklifga o'zida 100 milliard voqani Andijonda bitta ko'chasiga berib ketyapti. Bu Andijon uchun, andijonliklarga bo'lgan yurtboshimizni muhabbati, orzulari, havaslari aynan shu xalqni minnatdorchilik qilish, ularning roziligini olish, ularning ishonchini oqlash yuzasidan amalga oshirilyapti. Ijroiya hokimiyat vakillari ham bilasizlar, viloyat hokimining 24 soat ishlash rejimida hammamizni ishlatadilar.